O'zbekistondagi eng yosh va eng yaxshi natijaga ega bo'lgan MMA jangchisi. U endigina 21 yoshda va uning pro MMA rekordi aql bovar qilmas tarzda. 14 ta jang va 14 ta g'alaba, mag'lubiyatsiz. U dunyodagi eng yaxshi promotionlardan biri bo'lgan One Championship'da chempionlik poygasiga kirishdi. Bu kim deysizmi? Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Tanishing, Sanjar Tornado Zakirov. Bu yigit har qanday jangchiga va har qanday uslubga qarshi jang qila oladi. U promotiondagi o'z vazn reytingida 5-o'rinda va 5-aprel kuni reytingda 3-o'rinda turgan Bokkang Masunyaniga qarshi jang qiladi. Raqib anchagina jiddiy, 10 ta g'alaba va 2 mag'lubiyatga ega. Raqibning kurash texnikasi yuqori darajada. Agarda Tornado ushbu jangda g'alaba qozonsa, katta ehtimol bilan chempionlik jangiga yetib keladi. Janoblar, tarix ko'z o'ngimizda yozilmoqda. Jangni har galgidek jonli efirda ko'rish uchun bizning yopiq Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Telegram kanalimiz uchun havola ustiga bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Hamyurtimizni birgalikda qo'llab-quvvatlaymiz.